Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan Free Fire o'ynab ko'ramiz. Men Free Fire oldin ham o'ynaganman. Shucha 5 yilgacha opitim bor. Biza kredit bosamiz. Video o'tishidan oldin bir narsani eslatib qo'yay. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda yana 100 ta bo'ldik. 1K bo'lishimiz uchun harakat qilyapman. Obuna bo'lib like bosib qo'ying. Agar shu videoda 20 ta like yig'adigan bo'lsa, Free Fire'ning ikkinchi qismini olamiz. Va kommentariyada istagan o'yiningizni yozib qoldiring. O'sha o'yinni o'ynab ko'rishga harakat qilaman. Free Fire'dan o'zi yaxshi o'yin, PUBG'dan qolishmaydi. Lekin o'ylaymanki PUBG zo'r. Free Fire'chilardan iltimos qilaman, men o'ldirib tashlanglar. Tak, o'yinimiz boshlanyapti. Bermuda kartasida o'ynashamiz. My life plans seem minuscule now that I got a glimpse of the truth. Sal pasaytiray. Videoni soat 12 da olyapman. Bizda hozir ekspert rejim, ekspert bo'lgan bilan hozircha o'ynaman. Unday zo'r odamlar tushmaydi. Topib olishimiz mumkin. Sezonning oxiri shu uchun ham men ekspertga chiqqan bo'lishim mumkin. Tak, sabiy bermadi bizga. Menga tushamiz. Aldab nima qilaman? Free Fire oldin o'ynaganman. Hozir ham o'ynab kelyapman. Shunchaki bir hafta o'ynamadim, bo'ldi. Tak, tushganimizdan odam ko'rdik va uni ozroq hapasini oldik va o'zimizga kerakli orужиялар olyapmiz. MK tak otishma bo'lyapti. Voy, 124 berdi. Har xil hayishkalarga o'xshagan narsalar o'tamiz. Xishot bilan yaxshi o'tdik. Yaxshi loot yo'q ekan. Pastda ham bitta odam. Push qilish xohlamayman chunki dробовик. Bittali agar mag yoki ikkitali dostolka bo'ladigan bo'lsa ham mayli. DCC bilan otyapmiz bizda. Voy. Yapılmadı. Yaptık. Birlikte girdik. Orkadan buyurmadı. Aman. Krisale kalırken ekan. Diktafonimiz qoldi. Tak, bironta yurakchani olishimiz kerak. Unda o'lib ketishimiz mumkin. Hali top 45 talitamiz. Bitta kill. Ana, pastda odam. Uyga boradigan bo'lsak, agar hozir o'yin tez tugab qoladigan bo'lsa, mayli ikkinchi o'yinni o'ynab ko'ramiz. O'yin tez tugadim deyman-da.
Shunday deb o'ylayapman. Tak, güzel. Mana. Close fight momentlarda sal qo'rquv bo'ladi. Sinyapti. Voy. Double kill. Mashina yuribdi. Tak, krisali qilib o'tiramiz. Tepadan ham odam bor ekan. Triple kill. Bu videoning prevyusi video oldidan tayyorlangan. Nima bo'lishini bilmayman. Aytib qo'yish kerak. Voy. Qiyin. Что-то нормальный игрок deb o'ylayapman. Voy. Voy haromi. Uzr akalar so'kinish uchun. O'lib ketdi. Voy. 7 minut bo'libdi videomiz. 7 minut sal kamroq qiladim deymanda. Shu uchun mayli bitta rating ham bosib yuboramiz. Bu rating qiyinroq bo'ladi chunki sezon yangi. Undan tashqari rangim kattaroq. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin 39 kun. O'z 40 kun bilan 20 kun bo'ldi bu sezon boshlanishiga. Yaqinda 9-godovshina bo'ladi. 17-larga ikkita glavniy priz beriladi. Glavniy prizlarni olinglar, chiroyli o'xshaydi. Tak. 4-4. Komandamiz man Do'ladik. Qanaqadir. Короче, cosplayer gildiyasi игроклari va ulardan Ibrohim, Ayimjaha, Armando, Reaper. Maksimal raqib berishga harakat qilamiz. Tak. O'yinda bizda premo'chisi shans bor. Жесткий игрокlar o'xshaydi. Hamma push qilyapti, lekin pushga borish sal xavfli. Voy. Round oldilar.
Voy. Hech berolmay qoldim. Mayli, bunaqasi ham bo'lib turadi, kamdan kam bo'lsa ham. I can take you all by myself. I need nobody. Let's go again. Voy. Inshaalloh keyingi yil kompyuter yig'diraman. Kompyuterdan ham har xil kompyutercha o'yinlar o'ynaymiz. Ertaga adashmasam Mortal Kombat haqida video chiqaraman. Undan keyin birorta horror o'yin o'ynashga harakat qilaman. Lekin Grenni o'ynamayman. Da o'ylayman shunday. Bilmadim. O'y Josga berdim o'nturda. Kutib o'tiribdi. Mayli, nima ham qila olamiz? O'ldik. Double kill. Tuladik birga. Tak. O'yin hozirda normaliga ketyapti. Bloglar chiqardi. Mani amba Krisa o'ldirib qo'ydi. I can take you all by myself. I need nobody. Let's go again. Biz ham emontur olib Krisalik qilishga harakat qilamiz. Nol uronimiz nol. Heshat beramiz dedik, M500 da o'xshamadi, shu uchun ham nol. M500 negadir bugun tushmadi. Nastroykam bir minut qarab olaylik, iltimos. Uzr aslo akalar. Настройки kechikis. O'zim nastroykam bilmayman. Instagramdan nastroyka olgandim. Yo'qolib ketdi, lekin o'shanda yaxshi tushadi. Yoki unga urgan qo'yaman. Tak. First blood. Oy. Double kill. Xato qildim. Lekin dabit qilishga harakat qildi. Dabit qildi. Uzr. Nima ham deymiz? I can take you all by myself. I need Okay. nobody. Need equipment. Hozir Free Fire o'ynaganim yo'q. Content uchun o'ynayapman. Har xil o'yinga deyarli. Hozircha bilmadim, PUBG so'rasalar ham o'ynamasam kerak. Device'im kuchsizroq. Iloji bu narsani kuchsizroq yana nonmedi. İşlemaydi. Nomi nimaligini eslamadim, lekin o'sha ishlamaydi. Telefonni qimlatganda qimlatadi, hozir aytaman. PUBG o'ynamagan o'sha 1 yildan oshyapti, lekin esimda yo'q. Uzr. Videomizni tugatishimiz kerak. O'zi 14 minut ketyapti. O'tgan safar avimda o'ynaganimda ikkita avim olib tomga chiqib, Josga bergandim. Deyarli es qiluvdim. Lekin o'z qilmayapman. Ikkala o'zima avim chiqman.
deyarli. First blood. Double kill. Sushi. Triple kill. Men hozir bu yoqda kill chopdi deb hisoblayman. Chunki bilmadim, kelish kerak edi. Kelganda men urib tashlardim. I need nobody. Let's go. Tak, buni o'rniga avim olamiz. Full avim o'ynashga. Aytdim, full avim o'ynayman. Uzr-ku, lekin men Samarqand shevasida gapiraman. Tushunmasanglar oldindan uzr. Mani ovozim yaxshi chiqishi mumkin. Qanday qiling deydigan bo'lsanglar, mani ikkita device'im bor. Bittasi qotganligi sababli diktofoniga olaman va diktofon ovozini kapkutdan qo'yaman. Shu uchun yaxshi chiqishi mumkin. First blood. Voy. O'yna olmadim. Da ikkita avim olib xato qildim. Bu bizni yutqazishimizga olib keldi. Bolalar, hozirdan xayrlashaveramiz. Hammaga eshiqlar. Qiladigan bo'lsa qo'ya qoling. Stream videomga kontent qo'shib beradi. So'nyapti, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Front Games bo'ldi. Uchrashguncha xayr, keyingi videolarda ko'rishib qolamiz.